Nega meni kuzatib yuribsan? Men seni kuzatib yurganim yo'q. Anton ismli bu odam bilan Parijda mana shunaqa dahshatli voqea sodir bo'ldi. Antonning aytishiga ko'ra, kun davomida uni orqasidan mana shu shubhali odam kuzatib yurgan. O'zini himoyalash maqsadida esa har bitta bo'layotgan voqealarni videoga olibdi. Voqeaning davomida Anton bu shubhali odamdan qutulish maqsadida metroning eshigi ochilishi bilan bekatdan yugurib chiqib ketadi. Bekatdan chiqqach esa u odamni izidan adashtirish maqsadida bitta joyda yashirinib, uni ketishini kuzatib turadi. Biroz vaqt o'tgandan keyin u shubhali odam ko'zdan nari bo'lganida Anton bu odamdan qutuldim deb o'ylab uyiga ketishga qaror qiladi va bu ish bilan katta xatoga yo'l qo'yadi. Chunki ertasi kuni Anton liftdan uyiga chiqayotganida uni mana shu narsa kutib turgan edi. Bu kechagi shubhali odam-ku. U boshqa qavatda turibdi. Bundan juda ham qo'rqib ketgan Anton uyiga tez kirib eshiklarni yopadi va to'satdan eshik taqillaganini eshitib qoladi. Eshikni ko'zdan tashqariga qaraganida esa u mana shu narsa